Mintaqaning yana bir davlati Qirg'iziston ham shiddat bilan qurollanmoqda. 2020-2024 yillar davomida mamlakat o'z harbiy xarajatlarini 3.6 barobarga oshirib, qariyb $0,5 milliard dollarga yetkazdi. Bishkek asosiy e'tiborini uchuvchisiz uchish qurilmalariga qaratgan. Qirg'iz armiyasi o'zini turklarning Bayraktar TB2, Aksungur, Akenji va Anka kabi operativ taktik dronlar bilan qurollantirdi. Qolaversa, Rossiyadan Arlan 10 razvedkachi dronlari xarid qilindi. Ammo bu hammasi emas. 2022-yili vertikal ko'tarilish xususiyatiga ega Sara ko'p maqsadli droni namoyish etildi. Xabar qilinishicha, u qirg'iz muhandislar tomonidan loyihalangan ilk mahalliy dron bo'lib, razvedka, kuzatuv, artilleriyani yo'naltirish va boshqariladigan o'q-dorilar bilan zarba berish kabi missiyalarda qo'llaniladi. Qirg'iziston qolaversa, havo sarhadlarini himoyalashga ham jiddiy e'tibor qaratyapti. Sadir Japarov iqtidorga kelgach, mamlakat Rossiyadan S-300 Pechora 2BM, Tor M2KM zenit raketa komplekslarini xarid qildi. Quruqlik qo'shinlariga kelsak, uning asosini mintaqaning qolgan davlatlari qatori T-72 tanklari hamda BMP-2 piyoda jangovar mashinalari tashkil etadi. Qirg'iz armiyasida xizmat qilayotgan artilleriya tizimlarini ham qo'shnilarning arsenalidan topsa bo'ladi.